Harbiy xizmatchilarning jangovar va jismoniy salohiyatini oshirish borasidagi ishlarga Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan ham alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Navoiy viloyatida joylashgan Karmana dala o'quv markazida o'tkazilgan Milliy gvardiya miqyosida eng ilg'or mergan ko'rik tanlovi ham shular jumlasidandir. Unda gvardiyachi merganlar kunduzgi va tungi vaqtlarda belgilangan mashqlar bo'yicha o'zaro g'oliblik uchun kuch sinashdi. Ular yakka va juftlik tarkibida, pistolet hamda merganlik qurolida yaqin va uzoq masofalarga tezkorlik bilan o'q otish mashqlarini bajarishdi. Tunda o'tkazilgan sinovlarda esa harbiy xizmatchilar azimut bo'yicha harakatlanib, uzoq masofaga o'q otish bo'yicha o'z mahoratlarini namoyon qildi. Shu bilan birga majmuaviy aniqlik va chaqqonlik mashqlarini bajarish darajasi ham baholandi. Albatta, o'q otish va merganlikda harbiy xizmatchidan tezkor reaksiya, nishonni his qilish qobiliyati talab etiladi. Ko'rik tanlov jarayonlarida esa merganlar bu kabilarni amaliyotda ko'rsatib berishdi. Bugungi kunda Milliy gvardiya tizimida mutaxassis merganlarning jangovar ruhiy tayyorgarligini takomillashtirish, turli sharoitlarda, shahar sharoiti va tog'li va turli hududlarda nishonlarni qidirib topish va yakson qilish bo'yicha tizimli ravishda tayyorgarlik amalga oshirilmoqda. Ushbu musobaqa ilg'or tajribani o'rganish, yangi usul va uslublarni amaliyotga keng joriy qilishdan iborat. Musobaqa yuqori saviyada sog'lom raqobat muhitida mutaxassis merganlarning professional tayyorgarligini oshirishga qaratilgan. Yakunda eng ilg'or mergan ko'rik tanlovining g'oliblari Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan munosib rag'batlantirildi. Tanlovda saralangan merganlar qurolli kuchlar kuch tuzilmalari o'rtasida o'tkaziladigan eng ilg'or mergan ko'rik tanlovida ishtirok etishadi.